ey Muhammad, Havoi nafsini o'ziga iloh qilib olgan va Alloh uni azaldan gumroh bo'lishini bilgan holda adashtirib, quloq va qalbini muhrlab, ko'ziga parda tortib qo'ygan kimsani ko'rdingizmi? Bas uni Alloh adashtirganidan so'ng kim hidoyat qila olur? Axir bundan eslatma olmaysizlarmi? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. Ular qiyomatni inkor etuvchilar, hayot faqat shu dunyodagi hayotimizdir. Birimiz o'lib, birimiz yashab yuraveramiz. Bizlarni Alloh emas, balki faqat zamon o'tishigina o'ldiradi, dedilar. Holbuki ularda bu to'g'rida biror bilim, hujjat yo'qdir. Ular faqat o'zlaricha gumon qilurlar xolos. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. Qachon ularga qayta tirilish nimaligini bayon etuvchi holida oyatlarimiz tilovat qilinsa, ularning bizga qarshi hujjatlari faqat agar rostgo'y bo'lsangiz, ota bobolarimizni tiriltirib keltiringchi deyishlarigina bo'lur. قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ayting, Alloh sizlarga hayot berur, so'ngra ajallaringiz yetgach o'ldirur, so'ngra sizlarni hech shubhasiz keladigan qiyomat kuniga to'plar. Lekin odamlarning aksariyati buni bilmaslar. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ. Osmonlar va yerning hukmronligi Allohga xosdir. Qiyomat qoyim bo'ladigan kuni ana o'sha kunda buzg'unchilar ziyon torturlar. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. U kunda barcha ummatni dahshat va iztirobdan tiz cho'kkan holda ko'rasiz. Har bir ummat o'z nomai a'moliga chaqirilib, so'ngra ularga deyilur: bugun qilib o'tgan amallaringiz natijasi bilan taqdirlanursiz. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. Mana bu yozuvimiz nomai a'molingiz sizlarga haqiqatni aytdir. Dar haqiqat
biz sizlarning qilib yurgan amallaringizni ushbu nomai a'molga ko'chirib yurar edik. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. Bas iymon keltirgan va solih amallarni qilgan zotlar esa ularni Parvardigor o'z rahmati jannatiga dohil qilur. Bu aniq yutuqning o'zidir. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. Endi kofir bo'lgan kimsalarga kelsak, ularga aytilur: axir dunyoda bo'lgan vaqtingizda sizlarga mening oyatlarim tilovat qilingan emasmidi? Bas sizlar kibrlandingiz va jinoyatchi qavm bo'ldingiz. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. Qachonki sizlarga dar haqiqat Allohning va'dasi rostdir, qiyomat shubhasiz keluvchidir deyilsa, sizlar biz qiyomat nima ekanini bilmaymiz, faqat gumon qilamiz xolos. Biz qiyomat bo'lishiga aniq ishonuvchi emasmiz dedingiz. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Mana endi ularga qilib o'tgan yomonliklari fosh bo'ldi va o'zlari masxara qilib yurgan azoblari ularni o'rab oldi. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. Ularga deyiladi: sizlar mana shu kuningizdagi uchrashuvni unutganingizdek, biz ham bugun sizlarni unutgaymiz. Sizlarning joyingiz do'zaxdir va sizlar uchun azobdan qutqaruvchi yordamchilar ham yo'qdir. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. Bunga sabab sizlar Allohning oyatlarini masxara qilib olgan edingiz va sizlarni dunyo hayoti aldab qo'ygan edi. Bas ular bugun undan do'zaxdan chiqarilmas va ulardan yaxshi amallarga qaytishga ham imkoniyat berilmas. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين. Bas osmonlarning Rabbi, yerning Rabbi, butun olamlarning Rabbi bo'lmuş Allohga hamd. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Osmonlar
va yerdagi barcha buyuklik yolg'iz unikidir. U qudratli va hikmatli zot.